Muallim keldi. Hammani ba. Rivoyatlarga asoslanganda Sulaymon Shohning bir uzugi bo'lib, bu uzukka ega bo'lgan kishi qushlar bilan paranglashish qobiliyatiga erishdi ekan. Uzuk keyingi vaqtlarda yutib ketgan bo'lib, anglashlar qaraganda bir tilamchi uni tepib olgan ekan. Qiziq ish. Ba'zida omad qarmoqqa omadga qilcha arzimaydigan kishilarga nisib bo'lib qoladi. Kim biladi? O tilamchi hozir bir talmi qushlar yashamaydigan ma'lum bir joyda tilamchilik qilib atamdi. O kuni mush kitobni yezib bitirgan uyimda uxlab qoldim. Atdeganda yumshoqdan qattiqroq chekilgan ovozdan uyg'onib ketdim. Ishni chekkan kim? degan savolimga davomli ishga chekish orqali javob bergan bu odamni ko'rib beqish qizg'inligim paydo bo'ldi. Ishni ochdim. Darvaqa 5 a'zoyining meningkidan sog'lom va bejirim ekanligini nazarga olganda tilamchi bo'lishga texi salohiyati to'shmaydigan. Buruti saqilidan ko'proq o'sgan bir kishi qo'lini menga sunib sadiqa tilavatdi. Gerçi tilamchilarni yoqtirmasammi, o'zim to'nimaydigan va azaldan ko'rib baxmagan kishilar bilan uchrashishni yoqtirman. Har qanday ishga odam ma'lum o'rtaq maqsad bilan uchrashib qoladi. Ba'zilar rahmat degan so'zni deyishga muhtoj bo'lsa, ba'zilar anglashga muhtoj bo'ladi. Natijada bu ikki kishi uchrashib qoladi. Balkim oldimdagi bu tilamchi elishga muhtoj bo'lgandek, menmi berishga muhtojdirman deganlarni o'yladim. Qo'limni yonchig'imga silib, parcha pulni yo'qligi esimga keldi-da. Parcha pul yo'qkan, dedim uningga. Biroq sizda butun pul bor, dedi u qaysarlik bilan. Uning ko'zimga tikilib turib, ovozini qilch titratmagan holda degan bu qaysar so'zi meni ta'sirlantirdi bo'g'ay. 50 yuan butun pulni uningga shartda sundim. Yanchiqingizdagi hamma pulni bering, dedi u tuyuqsizla. Uning bu so'zini anglab, yo kulimsirashni yoki kulib ketishni bilamadim. Mening gangragan holatimni bildi bo'g'ay, u orqadilla. Hammani bermagan odam hech nima bermagan bilan barobar, dedi o'ziga texim ishongan holda. Natijada yenimdagi 300 yuandan ortiq pulning hammasini uningga berdim. 3 kungacha uning gapi quloqimdan ketmadi. Muallim keldi. Dadangning seni suv uzishga aparg'ini yodingdimi? U sendan suvning sovuq yoki emasligini bilib beqishingni so'raganda, sen ko'l bo'yiga berib, putingning uchini ko'l suyiga chilab, darhol tortib olgan eding va suvning to'limi sovuq ekanligini aytgan eding. Dadang shu aman seni ko'l suyiga tashlab etgan edi. Butun badining ko'l suyiga chilinib 5 minutdan keyin suvning sen o'ylagandek uncha sovuq emasligini his qilgan va buni dadangga aytgan eding. Dadang kulimsirab turib, mayli ko'l suyining sovuq issiqligini bilmoqchi bo'l va yoki hayotning qiyin yoki osonligini bilmoqchi bo'l. Buni bilish uchun putingning uchini yoki qo'lingning uchini chilab beqishga bo'lmaydi. U holda hamma narsa sovuq va qiyin tuyuladi. Aksicha haqiqiy bilish uchun xuddi ko'l suyiga butun badining bilan chilashgandek qilayotgan har qanday ishga, turmushga, do'stlikqa, hatto muhabbatga butun vujudingni bermaking lozim. Ana shu vaqtda hamma osonlaydi va illiq tuyuladi degan edi. Mana bu yeliq tilamchining hammani bermagan kishi hechnim bermagan bilan barobar degan so'zining ma'nosi. Qaroqchidan nemini o'rgandim. Bu vaqa 2015-yil fevralda Urumchining Davan rayonidagi ma'lum bir qahvaxonada yuz bergan edi. Do'stlarim ba'zilari 40 yosh, ba'zilari 50 yosh va ularning do'stlari bo'lib, oltimiz qahva ichgach parangga tushdik. Uzun o'tmay do'stona paranglar o'q to'ri purab turadigan bas munozaraga aylandi. Kishilar ko'pincha vaqtlarda o'zi tushungan narsalarni to'g'ri deydi. Tushunmaganni bo'lsa xatoga chiqarib etadi. Texmi qiziqarli yeri shuki, ular bir-birining so'zini anglamayotdi. Balki o'zining so'zlash navbatini taqozolik bilan saqlayotdi.
Aradan bireylan Aflatun ko'z qarashini yoqlagan holda biz ko'makchi bo'lgan va bilmakchi bo'lgan hamma narsani oldingi hayotimizda ko'rib bo'lgan va bilib bo'lgan bo'lamiz. Shuning uchun bilish deganimiz aslash demakdir deb gap boshladi. Undaqda bilish deganimiz aslash bo'lsa, bilmaslik deganimiz unutib qilish bo'ldi-da. Dedi kitob o'qishga xo'shi yo'q, biroq xuloslashga havasi bor yana bir do'stimiz. 5 sekundlik jimjitlik uning bu xulosasiga oz to'li hurmat bildirgandek turadi. Bu paranglardan bir oz bezar bo'lgan, yashinib qolgan yoki o'tir yoshlik yana bir kishi gap qistirib, Aflatunning arxetiplik aslimalar degan gaplarini men bilib ketmayman. Meningcha hech kim o'zining tunji qitim seriq yoki qizil rangni ko'rganini va tunji qitim tetigan mevasini aslayolmaydi. Chunki u chaqda kishilar intayin kichik bo'lib, hozirgi mabdum bo'lganligi uchun ati o'gillarga shundaqla vaqtlarga bak ahamiyat berib ketmaydi. Ammo hammamizning hayotida biz unutolmaydigan tunji vaqtlar bo'ladi. Mening balalik davrim bo'lsa Qarmay shahrida o'tgan. Mahallamizning o'rtasida bir tip daraxt bo'lib, uning ostida bir mushuk oilasi yashaydi. Dadamga u mushuklarni beqivilishni aytgan bo'lsam-mu, dadam izchil rad qilgan edi. Mushuklarning orasida qaramtul bir mushuk bo'lib, uningga men Qaraqchi deb ism qo'yib qo'ygan edim. Hamma odam hayotida ma'lum narsa uchun yashaydi. Qaraqchining hayot nishoni bo'lsa meni qo'rqitish edi. Har qitim binoga kirgan cheg'imda u qorong'u pashtaxning ustida saqlab turib, men kirishimgila miyav degan ovoz bilan sakrab qechib ketadi. Qarmay qishda intayin sovuq bo'lib, shamolliq kunlarda odam sovuqdan chidayolmay qoladi. U kuni ishdan kechikib tushdim. Sovuqdan balduroq qutulish uchun palampaydan tez chiqdim. Bu qitim Qaraqchini palampayda emas, uyimning eshigi oldida dugdaygan holda ko'rdim. Eshikni ochib uningga marhamat degan ishoratni qildim. Hayron qolganim, u uyga kirdi. Men bu sirli hayvonni tushunmayman. Do'stlarimning mushuklarining uylarni ba qalaymiqan qilib o'tirganligini anglaganligim uchun uyni qalaymiqan qilsang bo'lmaydi dedim. U tushunganda qiladi. Balkondan ko'ni adyalni elib tushib, uningga karvat yasab berdim. Albatta, men uningdan baldir uxlab qoldim. Atisi u mendan burun uyg'unib, mening uningga ishga ichib berishimni saqlab turibdi. Ishga ichilishiga u xayri xo'shmi deb qo'ymay aldirash chiqib ketdi. Kechda uyga qaytib kelganimda Qaraqchining soyisi yo'q edi. Biroq eshikning oldida bir o'lik chashqan turibdi. Mening bir mushuk xumar qo'shnamning deyishicha, bu o'lik chashqan Qaraqchining menga rahmat aytish usuli ekan. Shu kundan tatib men uni ko'rmadim. Albatta, uning meni yana qo'rqitishini umid qildim va sevindi. Qishdagi u qahrdan sovuq kechini birga o'tkazgandan keyin men Qaraqchi to'g'risida ko'p o'ylandim. Bu mushuk bizga nimalarni o'rgatdi? Muallim keldi. Dunyoda sening o'qituvching bo'lish salohiyatiga ega emas birmi shay yo'q. Mushuk sana munularni o'rgatadi. Birinchi, ehtiyojing tushganda yordam so'ra. Yordam so'rash ojizlik emas. Ikkinchi, birov yordam berganda qabul qil. Yordamni qabul qilish yordam berguchini xushal qiladi. Bu mu uningga yordam berganlik. Uchinchi, o'zingga zarur narsani ol. Bo'lmasa past ko'rinib qolasan. To'rtinchi, uyning qoidasiga bo'ysun. Boshqalarning uyida sening uyingning qoidasi inovatsiz. Beshinchi, rahmat xiti avatishni, hech bo'lmaganda rahmat deyishni unutma. Zimmangdagi qarzdan ozroq bo'lsa-mu yengillaysan. 6. Yangi do'st tutishga tayyor tur. Qo'n do'stlaring doim u ayni vaqtda mundaq edi deyishni biladi. 7. O'zingiz samimiy bo'l. Odam ham ojiz, ham kuchli bo'ladi. Kerak bo'lsa ojiz tarafingni ko'rsatishni bil. 8. Sen xushallik ato qila oladigan biror ishni topsang, vujuding bilan qil. Boshqalarni ko'p o'ylab ketma. Faqat xushal odamlarla boshqalarga xushallik ato qila oladi.
Muhabbatning chiroyi. Artur Conan'ning Kumush ranglik nur nomli hikoyasida Sherlock Holmes bir jinoyat delosini shu kuni naq maydonda yuz bergan emas, balki yuz bermagan bir tafsilotga diqqat qilish orqali pash qiladi. Ya'ni, voqea yuz bergan kuni uydagi uy baqar eshit hech qanday qavmagan. Bu hodisa jinoyat gumondorining uy egisi va ishni tunuydiganligidan derak beradi. Asli yuz berishga tegishlik, biroq yuz bermay qolgan ishlarga diqqat qilish negativlik bishorat deb ataladi. O kuni bu ayolning quliqining to'shik, biroq halqisi yo'q. Barmoqlarida uzukning izi bor. Biroq uzuk yo'q holatini ko'rganligim uchun uni to'y qilmagan yoki ajrashib ketgan deb faraz qildi. Ishxonamdagi Picassoning abstrakt rasmlari uningda gangrash paydo qilgan edi. Menga yordam bera olasizmi, muallim? Dedi u, charchagan kalpiklarini medirlatib. Yordam berish? Birovga yordam berish uchun avval uni tushunish lozim. Undaq bo'lmaganda yordam beraman deb ziyonkesh chiqib qoladigan ish bo'ladi. Esimda qilishcha, boshlang'ichdagi sinf mudirimiz Tulsa xonim doim bizga ahmoq maymunning hikoyasini so'zlab beradi. Bir kuni daraxt ustida uyandan bu yonga sakrab o'ynayotgan bir maymun ko'l ichidagi shu holda uzib o'ynayotgan bir beliqni qamollab elib, daraxt shixi ustiga qo'yib qo'yibdi va beliqqa: "Seni vaqtida qutqizib olmagan bo'lsam, suvda tunjiqib o'latding adash", debdi ko'ranglagan holda. Maymun uchun suvning ostida qilish tunjiqish hisoblansa, beliq uchun suvdan ayrilib daraxtning ustiga chiqib qilish tunjiqish hisoblandi. Shu sabablik ba'zida ma'lum kishiga yordam berdim deb aksicha uning ziyonkesh qilib qo'yishimiz mumkin. Yuqorqi maymunga o'xshab qilishdan saqlanish uchun uni tushunishga urindim. "Meni hamma kishi bek oq ko'ngil deydi", deb gap boshladi u ayol. "Kishilarning sizni oq ko'ngil deyishi ularning sizga bergan eng tuvan bahosi", dedim ichimda. "Bu yil 28 ga kiraman. Muallim, muhabbatda doim mag'lub bo'laman. Ajaba mening muhabbatdan ta'lim yo'qmi?" Muallim keldi. Muhabbat irodaga bo'ysunmaydi. Buni hamma oshiq biladi, biroq qabul qila olmaydi. Ular muhabbatni kuch, boylik, go'zallik, yig'a, kulka, hatto zo'ravonlik orqali bosh egdiramiz deb o'ylaydi. Biroq muhabbat ularning hammasini bo'ysundirdi. Muhabbat o'zgartidi va davolaydi. Shundaqla ba'zida qo'rqinchli to'zoqlarni qurdi. Muhabbatga qulchilik orqali erishni izlaganlar vayron bo'ladi. Suyulish uchun so'ygan kishi vaqtni isrof qilgan bo'ladi. Biz tug'ma suyishga muhtoj. Hatto bu suyish bizni yig'i dengizga cho'ktirib etgan taqdirdimi, biz yana suyishga muhtoj. Garchi nurg'un kishilar suyishga va suyulishga muhtoj bo'lsa-mu, biroq muhabbatni doim mudofaa qilishni tanlaydi. Dada safarga chiqmoqchi bo'ldi. Balasi uning qachon qaytib keldiganligini so'raganda, o'yladiki oq terakning yupurmoqlari tushganda qaytib keldiganligini aytdi va uydan chiqib ketdi. Kuz past yetib keldi. Yupurmoqlar tushishga boshladi. Dadasining qaytib keldiganligini o'ylab xushal bo'lgan bola uning qaytib kelishini taqazzolik bilan kutdi. Biroq dada qaytib kelmadi. At yoz keldi. Yupurmoqlar chiqishga boshladi. Bola umidlandi. Kuz keldi. Yupurmoqlar tushishga boshladi. Bola xushal bo'ldi. Biroq dada yana qaytib kelmadi. Qayta umidlangandan keyin qattiq umidlangan bu bola uydan paltini ko'tarib chiqib, daraxtni kesib tashladi. Endi yupurmoqlar chiqmaydi va tushmaydi. Bola umidsizlanmaslik uchun umidlarni kesib tashladi. Durust. U bola endi umidsizlanmaydi. Biroq shu sababli umiddanmi mahrum qoladi. Durust. U azoblanmaydi. Biroq xushallikdanmi mahrum qoladi. Agar yuraging azoblanayotgan bo'lsa, bu dal yuragingning xushalmi bo'la oladiganligidan darak beradi. Biz shuni cho'nqur tunib yetdikki, bizni tashlab ketgan kishi quyoshni billa elib ketolmaydi. Har bir xo'shishda bir yeng uchrashish yushringan bo'ladi. Muhabbatga erishib, ondan uni yo'qtish muhabbatga azaldan erishib boqmagandan afzal. Muhabbat hamma yerda mavjud bo'lib turdi. Ko'zimizni yumib olib, hayot nima degan qarang'u deb qaqshash oqilonlik emas. Hayot turmusining ishki doim uchiq turdi.
qaqshash bo'lsa, uning kirish bileti. Ko'zingni ochib mag'rurman. Yo'lda sana o'xshash narsalarni izlayotgan, yolg'izlik his qilgan, sana o'xshash tashvishlangan, albatta umid chirg'ini o'chirmagan kishilarni uchratasan. Kulimsirashni to'xtatma. Xushallik gunoh emas. O'zingni azoblaydigan ishlardan yiroq tur. Azoblanish fazilat emas. Vaz kechma. Esingda bo'lsin, ishni ochdig'ini doim ochquch halqasidagi eng oxirgi ochquch. Esingda bo'lsin, ishni ochdig'ini doim ochquch halqasidagi eng oxirgi ochquch. Meningcha, meni kechirding. Dekabrning oxirgi kunlari. Atigan soat 5 bo'ldi. Berlin bu vaqtda sovuq bo'lib ketdi. Tuman bilan qoplangan Wagner ko'chasi meni qo'rqitamadi. Biroq charchig'inimni his qildim. Muqaddas naqshinimi aslayamadim. Yurtimda kimlar meni sig'inyotdi? Kimlar meni o'ylayotdi? Bu yerda turib hech nimani ko'ramadim, bilamadim. Poyezdlar to'xtab bo'ldi. Biroq relisning ovozi quloq tubimda. Shavqinlarni davomli anglashga madorim qolmadi. Ammo bardoshlik badab o'zimdan o'tinib kelyapman. Sana va'da bergan yerda davomli saqlashga jasoratim qolmadi. Ammo turishga tegishli joyda turish kerak deb o'zimga buyruq tushirib kelyapman. Bu bir parcha xatni sendan oddiy ahvol so'rash uchun yozdim. Akşam tushimda bir tal attirgimni tishlabsan. Arqangda bir siygan o'g'ri marlab shurgidek. Chiroyli yomg'irlik chapiningmi yirtilib ketibdi. Menga qaradim. Ko'zimni darhol sendan ip qichib, oyoq boqquchimga qarab oldim. Bu xil azobning ta'mi kislotaning ta'mida bo'ladi ekan. Anlasam, qumliqning o'ttirsiga kichik kabi uydan birini silibapsan. Kundalik xatir yezishni o'rganibapsan. Sen uchun yezib bergan yomg'ir nomli she'rimni xotiraning bosh betiga yezib qo'y. Ikkimiz doim boradigan kichik o'rmonlik yo'qib ketgandan beri yana yushirindigan boshqa joy izlab yuribsan. Hamma odam bilib bo'lgan sirlarni yana yushirishning hojati bormi? Kemining osti teshildi. Kapitan yolg'on so'zladi. Buni hamma odam biladi. Bir bo'lsa daraxt kesiladi. Bir bo'lsa it o'ladi. Buni hamma odam biladi. Qizning yuragini assang, dadasining jasdi chiqadi. Buni hamma odam biladi. Bo'yningdagi qo'riqlarni yushirishning texmi hojati yo'q. Ko'zlarim u qo'riqlarni ko'maslik uchun allaburun xiralishib bo'ldi. So'zlaring bo'lsa ayt, ko'nglimga olmayman. Uxlab qolganimda tushlarimni o'g'irlab ketganingdimi va men uchun qo'llangan qabrlarnimi ko'nglimga olmayman. O'xshashla shartsiz taslim bo'lishni, hatto o'limnimi ko'nglimga olmayman. Faqat mening o'limim sana o'limdimi ig'ir azob ep kelishidan qo'rqaman. Hamisha qamatlik erlarni yoqtirdiganligini tilga olatding. Biroq menga kelganda bu qoidani buzib tashlading. Sen bir mungluq musiqiga o'xshaysan deytding. Biroq yig'lab turib, Davudning Tangrini xushal qila oladigan bir musiqasi bor ekan, menga shuni tepib ber deb jidal qilding. Men u musiqani topdim. Seni etizga besib olgan vaqtimda ehtiyotsizlikdan beshingdagi yog'liq tushib ketgan edi. Unimi topdim. Seni tunji so'ygunimda shokolad yeganligingni aytgan edim. Biroq men sutning ta'miga o'xshaydigan bir xil ta'mni tetgan edim. Bu ta'mni hech topolmadim. Ko'nglingni yerim qilma. Ular sovg'atlarni qanday almashtirishni bilmaydi. Shapaqlarmi yorlandi. To'y uzuklari go'ro'xonaga qo'yildi. Kelinchak yig'lay desa, beshini qo'yg'idek mo'ri yo'q.
atlar yugurayotidu. Qizchaq, bäkli kichik. Biroq ansirma. Usulga tush. Chachlaring tushib ketguncha. Tashvishlaring yo'qolguncha. Muhabbatning chekini bilguncha usulga tush. Ana shu kuni guvohchilar g'oyib bo'ladi. Mermer taşını sürtüştün toxtaysan. Aldığında payda bulumen. Pəlaysiz qollarım bilen qolunu tutup, kaktus dərixinin yenida uyquğa getimiz. Hər qitim açıqlanğınında, muhabbet sen üçün addi bir söz bolsa, men üçün ayettir degan sözünü deyishni unutup qalmaydım. Muş günlərdə öz-özümdən men onu suyup baqqanmı? O mağa işinib xata qilganmı degan savollarni ko'p so'raydigan bo'lib qoldim. Anla canım, sana bir xush xabar aytay. Men oxiri o'zimning dunyosini yaratib chiqdim. Bu yerda yuraklar tikanlardan xoli. Nafaslarim shundoq asta va ritmliq. Yulduzlarni xohlagan vaqtda tuta olayman. Men mushu dunyorimda yashashni va o'lishni tanladim. Meningcha, meni kechirdim. Seni siyxindim. Ular g'oliblardan emas. Kishilarning ko'pincha qilgan duolari odatda unumsiz bo'ladi. Hatto ta'tirga mangadi. Chunki kishilar ma'lum narsani tilaganda o'zining muhtojligini ifodalaydi. Muhtojlikni ifodalaganda bo'lsa, o'zida oshu narsaning kamligini e'tirof qiladi va uningga ishonadi. Bu xil kamlik tuyg'usi mohiyatdagi duo bo'lib hisoblanadi. Natijada texmi kamlashni keltirib chiqaradi. Kvant maydoni bo'lsa, kishilarning orzusi bo'yicha emas, balki kimligi bo'yicha harakat qiladi va javob qaytaradi. Odamlar erishishni orzu qildigan yoki tilash orqali erishmoqchi bo'ldigan barliq narsalar aslida uningda bor bo'lgan bo'ladi. Bor ekanligini bilgan hamon va ishongan hamon uning hayoti mo'l-usullik bilan to'ladi. Ruhiyat ilmidagi yana bir qonuniyat bo'lsa, bog'i beriladi, yo'qdan elinadi. Mana bu dal shukri, ya'ni minnatdorlikning g'oyat zo'r kuchga ega bo'lishining sababi. Bu yerda tilga ilingan shukri qandoq turib passiv qanoat qilish bo'lmasdan, balki aktiv qabul qilishni ko'rsatadi. Agar siz g'oyat zo'r boylikqa ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, oldin shukr qilishni, ya'ni tasavvurni mashq qiling. Chunki odam mingisi tasavvur bilan reallikqa o'xshash inkas qaytaradi. Bir kuni do'stim Ibrohim o'zining bir tonishining men bilan ko'rishib, maslahat olmoqchi ekanligini, uningga bir qitim yordam berishimni o'tindi. Bir shoir hech qanday kishi yolg'iz orol emas deb yozgan. Kishilik turmushda biz boshqalarga yordam berishga va boshqalardan yordam olishga muhtoj bo'lib turamiz. Biroq qiziqarli yeri shuki, kishilar bizning ularga yordam berishimizni ongsiz holda to'sib qo'ydi. Odamlarning ojizligi shuki, ko'pincha kishi o'zining ko'z qarashlarini to'g'ri deb qaraydigan bo'lib, qilgan gaplarining hammasi qilayotgan ishining to'g'riligini isbotlash uchun xizmat qiladi. O'zining kallasidagi to'g'riga boshqalarni so'rab kirmoqchi bo'ladi. Ularning maslahat olaman degani bo'lsa, ko'pincha ahvollarda meninkini to'g'ri deb bersingizdan farqlanib ketmaydi. Odatda aldirab birasiga maslahat berishga qo'shilib ketmasam-mu, do'stim uchun uning bilan ko'rishdim. Do'stim Hojim deb chaqiradigan bu kishining haqiqiy ismining nima ekanligini bilmayman. Shundaqla birovni Hojim deb tovlashqimi bak qiziqib ketmayman. Shu sababli boshdan oxiri u kishini siz deb turib paranglashdim. Biz cho'pan deb atilgan bir kichik oshxonada ko'rishdik. Hojim to'xtamay ustal ustidagi narsalarni ratlaydi. Bu dal uning kallasining qalaymqan ekanligidan derak beradi. Men tamoq yegash paranglashishni yoqtirmaganligim uchun ularning tamoq yegash paranglashishni yoqtirdiganligi bilan korim bo'lmay, tamoqimni yeyishga boshladim. Tamoq yeyilib bo'lgan hamon men uningdan: "Agar siz hech kim yo'q bir qavoq joyda bir ishga uchrab qolsangiz, uni qanday yeysiz?" deb so'radim.
Tuyuqsiz so'ralgan bu savolimdan hayron qolgan hojim nima deyishni bilolmay qoldi yoki bilsimi demaslikni qaror qildi. Men gapimni davomlashtirib, ishni yengish uchun siz ishga aylanmoqingiz lozim. Shundala u sizdan qo'rqadi. U chaqda siz ishga, u odamga aylanib qoladi. Biroq unda qilolmaysiz. Chunki ishga aylanishdan nomus qilasiz. Bir ayolga taqobil turish uchun yoki ko'nglini utish uchun ayolga aylanmoq lozim. Biroq siz unda qilolmaysiz. Nomus qilasiz. Balangizni tarbiyalash uchun balaga aylanmoq lozim. Biroq qilolmaysiz, nomus qilasiz. Odam vujudida hamma xarakter va hamma xususiyat tangli mavjud bo'lib turadi. Bu xarakter va xususiyatlar sizning qurolingiz hisoblanadi. Dunyo ba'zida sizdan qaysarlikni talab qilsa, ba'zida taslim bo'lishni talab qiladi. Ba'zida mehribonlikni talab qilsa, ba'zida rahimsizlikni talab qiladi. Ba'zida kuchli bo'lishingizni talab qilsa, ba'zida ojiz bo'lishingizni talab qiladi. Ba'zida aqlli bo'lmoq lozim, ba'zida do't bo'lmoq lozim. Lawzi bu vaqtda sen hech nima emas. Shuni sen hamma narsa deb nihoyatda to'g'ri aytgan. Amaliyotda bu gaplarni hojimga emas, do'stim Ibrohimga aytganligimni u bilib turadi. Tamoq ustuldan qo'pishdan burun hojim mening duo qilib berishimni so'radi. Men kulib ketdim va uningga: "Men duo qilishni ancha bilib ketmayman. Mening o'rnimga muallim duo qilib bersin" dedim. Muallim keldi. Men asli bir yaxshi odam edim, biroq dunyo menga adil bo'lmadi. Bu qilishmaslik va qiyinchiliklar men kelmaslik kerak edi deganlarga la'nat bo'lsin. Ular g'oliblardan emas. Shundoqla hammaga men aybkor, men gunohkor deb urib, bichora bo'lib bilish keslik giribtor bo'lganlarga la'nat bo'lsin. Ularmi g'oliblardan emas. Chunki ular olamning beshinglik har bir chashning soni bor degan qoidasini bilmaydi. Oq ko'ngil bo'ldim deb aql tepishdan, bilim elishdan voz kechganlarga la'nat bo'lsin. Ular g'oliblardan emas. Chunki ular barliq ojizligini oq ko'ngillik ostiga yushirdi. Aqlim bor deb oq ko'ngillikdan voz kechgan u kishilarga la'nat bo'lsin. Chunki ular tutquchi yo'q qilishning o'zini yarlandirganligini bilmaydi. Bu ikki xil kishi g'oliblardan emas. Ular olamning yilondek ilgar bo'l, oq kaptardek ziyonsiz bo'l degan qoidasini bilmaydi. Boshqalardek yozolmayman deb qo'li qalam elishdan qo'rqqanlarga, boshqalardek chalolmayman deb sahnaga chiqishdan qo'rqqanlarga, shundoqla qo'li qalam elib mendan nochisi yo'q deganlarga va sahna mangu mening deb jar solganlarga la'nat bo'lsin. Ular g'oliblardan emas. Ular olamning chaksa echilmaydigan ishki yo'q, chekishdan zerikkanlar bor degan qoidasini bilmaydi. Yeb ichib to'yib, ashu to'yishlardan yolg'izlik va ma'nsizlik his qildiganlar bichordir. Shundoqli yemay ichmay men avliyo bo'ldim deb ko'chalarda so'zlab yuradiganlar bichordir. Chunki ular olamning agar men o'zimga o'zim guvohchi bo'lsam, mening guvohlik so'zim yolg'ondir degan qoidani bilmaydi. O'zdan boshqa hech kimni ko'rmaydigan, kishilarga qilchi manfaat yetkazmaydigan oliy mashina va uylarga o'zini so'lib bilib, yolg'izlik ichida yig'layotganlar bichordir. Shundoqla o'ziga yordam berishdan qo'rqib, boshqalardan hosilish uchun putlarini sundirib oldigan u kishilar texim bichordir. Chunki ular olamning qalami yo'qlar kiyimlarini setib qalam olsin, kiyimi yo'qlar qalamini setib kiyim olsin degan qoidasini bilmaydi. Yuraklik bo'lqa. Ko'pinchimiz odatda qo'rqinchoq kelamiz. Amal ba boshqalar bilan surkilish paydo qilishdan va yoki boshqalarni xafa qilib qo'yishdan saqlanishga tirishimiz. Chunki hamma odamning bizni yaxshi ko'rishini umid qilamiz. Albatta, ba'zi chaqlarda qapshurak va qo'rqmas bo'lishni, ko'z qarashlarimizni dadil o'tirib qo'yishni o'ylasaqmi, amaliyotda qila olmaymiz. Bu qapshuraklik tufayli boshqalarning bizga o'sh bo'lib qolishidan ansiraymiz. Gerçi bu xil qo'rqinchoqlikni boshqalarni o'ylash degan go'zal so'z bilan niqoblsaqmi, o'zimizga intayin aniqki, bu faqat bizdagi jur'atsizlik xolos. Shundaqla boshqalarni o'ylash emas, balki o'zimizni o'ylashdan boshqa narsa emas. Amaliyat shuki,
Yüreklik ve dadil kişilerini başkalar yaxşı gördü. Çünkü ular adamga bexatar, azoda tuyg'u berdi. Özümüzni qancha jiddiyleştirib olgan sari, qarshi tarafni shuncha jiddiyleştiramiz. Öz hissiyatimizni qancha yushirgan sari, qarshi tarafda belgilik mudofaa paydo qilib qo'yamiz. Şuna daim o'ng'aysiz his qiladigan kishilarning oldida bizmi tabiiy o'ng'aysizlanamiz. Biz yurakli kishilarni yaxshi ko'ramiz. Ularning atrofida bo'lishni yaxshi ko'ramiz. Ularning yuraklik va o'ziga ishonish ruhi bizni yuqumlantirdi. Shundaqli bizni buruqtirmoqdan tartib chiqdi. Ruhiy iskanjadan qutulgandek his qilamiz. Albatta, hech qanday odam tug'ma yurakli bo'lib tug'ilmaydi. Hatta Napoleon Bonapartmi o'zidagi bu xil qo'rqmas alaylikni asta-asta yetildirgan. Odatdagi turmushda u bir yiqimsiz va qo'rqinchoq kishi edi. Qapshuraklikning g'oyat zo'r kuchga ega ekanligini va odamni cho'ngaytish xususiyatining borligini to'nib ketgan Napoleon hayotining har bir qismlarida qo'rqinchoq holatini yengishga bel bog'lagan edi. Bizmi bu xil yurakli xarakterni yetildirishimiz va mashq qilishimiz kerak. Uni yetildirishning eng yaxshi joyi bo'lsa, suhbat va munozara jarayonidagi o'zimizning bahosini bekitadigan paytlardir. Ko'pincha kishilar ko'pincha vaqtlarda o'ziga to'van baho qo'yishga odatlangan. Ayni vaqtda Kolumbo Ispaniya xon jamiyatidan uning Amerikaga boradigan barliq chiqimlarini ko'tarishni va shundaqla okean ulug' generali degan nomni berishni talab qilgan edi. Darvaqa u o'ttir qo'ygan bu shartlar o'rindaldi. Kolumbo kishilardan o'ziga tegishli hurmatni talab qildi. Natijada hurmatlandi. Chunki u boshqalar uni hurmatlashdan burunla o'zini hurmat qilib bo'lgan edi. Boshqalarning bizga tutgan muomalasi amaliyotda o'zimizga tutgan muomalamiz bilan o'xshash bo'ladi. Muallim keldi. O'zingga bahoni avval yuqori qo'y. Andin texim yuqori qo'y. Kishilar sendagi ojizlikni tabiiy holda his qila oladi. Tunji ko'rishdila o'zingning murassa qilishni xohlaydiganligingni va chekinishga tayyorlik qilishni ifodalagan aman toshqandek oq ko'ngil kishilarmi sana shirda xirs qilishga boshlaydi. Kishilik munosabatlarda ko'pincha ahvollarda sening qandoq odam bo'lishingdan boshqalarning seni qandoq odam deb o'ylashi texmi muhim bo'lib qoladi. Agar ular seni ojiz deb o'ylaganda ittirishga boshlaydi. Kishilarning talabini o'rindigan sari ularning talabi ko'payib boradi. Qara, avo oilam uchun borlig'imni bag'ishlayman degan ayol oxiri o'z oilasining quliga aylanib qoldi. Uning eng chong xatoligi muhabbatga erishishim uchun badal to'lashim kerak, badal to'lagandala ularning yaxshi ko'rishiga erishiman deb o'ylab qilish. Agar u ayol o'zining shartsiz muhabbatga erishishga loyiq ekanligini tunib ketgan bo'lsa-edi, ishlar boshqacha bo'lardi. Qarorlaringda, suhbatlaringda, kelishimlarda, hatto muhabbatda qancha qo'rqmas bo'lsang, shuncha cho'ng, kuchli ko'rinsan va bo'lasan. Sevginingmi uning qo'lini tortib, hech kim berib boqmagan yerlarga boshlab berishingni orzu qiladi. Yuraklik bo'lish hargizmi o'ylash orqali vujud chiqmaydi. Agar bir bolqi doim men bu mixni ikkini urib kirgizib olayman deb o'ylab qo'ysa, biroq harakat qilmasa, u mangu keraksiz bolqidir. Kuchlik va qo'rqmas bo'lishning birinchi qadami bo'lsa, o'zingning numus qilayotgan ojiz taraflaringni va seni vahima selayotgan qo'rqinchlaringni avval o'zingga, ondan yaxshi ko'rgan odamingga, ondan boshqalarga aytishdir. Karvatning ostidagi o'lik chashqanni tepib yo'qotmaguncha uydagi sesiq badbo'y puroq tugmaydi. Qalbingdagi qo'rqinchlarni, o'lik chashqanni elib tashlagandek ko'rib tashla. Oldingdagi eriqdan qo'rqinchlaring pasayganda sakrayman desang, mangu sakray olmaysan. Aksicha qo'rqib turib sakraysan. Shu aman qo'rqinch g'oyib bo'ladi. Vaqt nimadan derak berdi? Vaqt mangulikdan cheklikni yasash uchun, shundaqla insonlik mohiyatimizni texnik gavdalantirish uchun kashf qilingan sun'iy hukm. Vaqt kashf qilingandan tortib biz vaqt bizni aldab kelmoqda. Balalik vaqt uzun va osti bo'ladi. Yoshlik vaqt odamni hayron qoldirgudek darajada tez o'tib ketadi. Vaqtning tez yoki osti bo'lishini o'zimiz belgilaymiz.
Bu dal vaqt to'g'risida tunji bilishga tegishli qoida. Bugun men 3 xil vaqt to'g'risida to'xtalaman. Birinchisi bo'lsa, bizdan sabr toqat talab qilgan uzun vaqt bo'lib, sabr vaqt deb ataladi. Ikkinchisi, raqibimizga taqobil turish uchun ishlatiladigan strategik vaqt. Uchinchisi, planni tamomlash uchun ishlatiladigan tezlik va kuch talab qiladigan ijro vaqt. Sabr vaqt. Ma'lum bir ishni qilganda qo'rqish va jiddiylashish tufayli qilayotgan ishingizni tezlatgan bo'lsangiz, ishni tugatgan vaqtingizda nurg'un masalalarni bayqaysiz va uni hal qilish uchun yana nurg'un vaqt sarf qilasiz. Oldiraqsan kishilar ma'lum nuqtaga balduroq berishi mumkin. Biroq oldiraqsanlikdan kelib chiqqan yangi xatarlar va masalalar ularni krizisga patirib qo'ydi. Oldirash shaharga mang'an bir yo'lovchi daryodan o'tish uchun bir kemaga o'tirdi. Hamda kemachiga o'zining intayin oldiraydiganligi. Shahar darvozasi taqilishdan burun shaharga kirib, vazirga bir necha muhim maktubni topshirishi kerakligini aytibdi. U kishi kemachidan qanday qilganda shaharga tez bog'li bo'lganligini so'raganda, kemachi uningga "Osti mangsangiz tez yetib bora olasiz" deb javob berdi. Kemachining bu gapiga ancha parvo qilmagan yo'lovchi aldirash holda kemadan tushib, shahar darvozasi bu tarafga qarab yuguribdi. Darvaqa yo'lning yerimiga kelganda bir kichik toshga putilishib yiqilibdi va qo'lidagi barliq maktub va materiallar to'rt atrofga chechilib ketibdi. Ularni birdan terib bo'g'cha shahar darvozasi taqilib bo'ldi. Shu vaqtda u andin kemachining "Osti mangsangiz tez yetib bora olasiz" degan so'zini tushunibdi. Ba'zi chog'larda odam nima qilarini bilmaganda hech ish qilmaslikmi bir oqilani tanlashdir. Sabr bilan saqlash siz tasavvur qilib bo'lolmaydigan yangi fursatlarni ata qiladi. Tez suratda harakat qilayotgan odam mengisi to'xtovsiz jiddiylik va oldiraqsonlikdan qutulib ostilaganda fursatlar, mumkinchiliklar, shundaqla reallik texmi aniq ko'rinadi. Strategik vaqt. Soda bir jangga o'xshaydi. Qarish tarafning vaqtini qolayimqon qilish, ya'ni qarish tarafni qasddan saqlatish, oldirtish va ularni o'zining vaqt udoridan chiqarib tashlash strategik vaqt deb ataladi. O'zingizning savrchanligini yo'qotmagan holda qarish tarafning savr toqatini buzib etish jangda yerim qalbi qilganlik hisoblanadi. Qarish taraf sizning qasddan qilayotganligingizni bilmagan shart ostida ularni saqlatish intayin kuchli strategiya hisoblanadi. Bu chaqda soatning istiralkisini siz boshqarasiz. Savrchanligi buzilganda qarish taraf sizga nurg'un ojizligini oshkorlab berdi. Shuni esimizda saqlashimiz kerakki, o'ylashga yetarlik vaqt chiqarolmagan kishilar xatolikni eng ko'p sodir qiluvchilardir. Ijro vaqt. Savrchanlik bilan kutdingiz. Asosingiz puxta, tayyorligingiz yaxshi bo'ldi. Biroq qanday oxirlashtirishni bilmasangiz, barliq ishlaringiz nolga teng bo'ladi. Payti pishib yetilganda ikkilanmasdan harakat qilib, vazifani tamomlamay, savrchanlik qilyapman deb ishlarni orqaga tortish g'oliblarning xususiyati emas. Ijro vaqtining aloyligi bo'lsa tez ham shiddatli bo'lishdir. Burkut osmonda savrchanlik bilan o'ljini kuzatib, uzundan uzunga aylanib yuradi. Payti kelganda osmondan chaqmoq tezligida etilib boradi. Toshqan nemish bo'lganini bilib bo'lguncha burkutning yemakligiga aylanib bo'ladi. Ijro vaqt dengiz to'lqiniga o'xshaydi. Har bir to'lqin beliqchilarga nurg'un beliqlarni yeb keladi. Vaqt inson uchun nimadan derak beradi? Muallim keldi. Shah Sultan ikki kishini o'limga buyuribdi. Ularning ishida biri sultanning otni bek yaxshi ko'rdiganligini biladi ekan. U kishi sultonga agar 1 yil vaqt bersa, sultonning etini uchidigan ot qilib tarbiyalab bera oladiganligini va buning badaliga uni o'lim jazosidan kechirim qilib erkinlik berish talabini aytibdi. Tunji bo'lib uchar ot mingan sulton deb otlish xiyolidan masxush bo'lgan sulton uning talabiga qo'shilibdi. O'lim jazosiga buyurilgan yana bir mahbus uningga "Sen otning ucholmaydiganligini bilib turib, nemishqa bunda g'ali talabni qo'ysan, baribir o'limdan qutulolmaysan" debdi. Undaqmi deb ketma. Amaliyotda bu 1 yil vaqt orqali o'zimga 4 fursat yaratdim. Birinchisi, bu 1 yil ichida balkim sulton o'lib qolish mumkin.
Agar sulton o'lmasa, men o'lib qolishim mumkin. Sulton o'lmasa, men o'lmasam, ot o'lib qolish mumkin. Agar uchilimiz o'lmay qolsak, kim biladi, men rastilla otqa uchishni o'g'dalamdim texe deginicha kulib ketibdi heliq kishi. Angla Ali, vaqt demak mo'jiz demakdir. Vaqt demak hayotlik demakdir. Dunyoni qaytadan qurib chiqqili bo'ladi. Biroq vaqtni qaytarib olg'ili bo'lmaydi. Vaqtning kattasi hozirdir. Hozirda yashagan kishi mangulikning nimaligini biladi. Qilish tegish ishni saqlashga bo'lmaydi. Saqlash tegish ishni qilishga bo'lmaydi. Vaqtni qadrla deganlik hargizmi jiddiy o't deganlik emas. Aldirash ko'ringan kishilarning hammasining aldirash bo'lishi notayin. Haqiqiy aldirash kishilar aksicha aldirash ko'rinmaydi. Chunki ular sabr qilib saqlashning bakchong harakat ekanligini biladi. Qo'y hargizmi egisiga o'zining kunda qanchalik halab yeganligini deb yurmaydi. Balki uning yungi va go'sh orqali buni bilgili bo'ladi. Haqiqiy unumdor kishilarmi o'xshashla har kuni o'zining nima ishlarni qilganligi, nimalarni o'rganganligini boshqalarga so'zlab o'ltirmaydi. Ularning yaratgan qimmat orqali buni bilgili bo'ladi. Dadisi atdigan uyning hamma yerini oqtirib, qo'l soatini topolmadi va qoqshig'incha uydan chiqib ketdi. U chiqib ketib uzun o'tmay bolasi soatni tepib uningga opirib berdi. Dadisi bolasidan soatni qandoq topganligini so'raganda, bolasi: "Men uyda birdam jim o'ltirgan edim, soatning chikildishi anglandi" deb javob berdi. Angla Ali, qalbingni tinchlantirsang, hal qilish usuli o'zi keladi. Korxona va 3 podshohlik haqida qissa. Men kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Kitobga bo'lgan muhabbatim kitob menga xushallik ato qiladi yoki kitob bo'lsa ruhning o'ziqi deydigan yashangan shuarlardan burun halqib ketgan. Kitob o'qish odatimga aylangan bo'lib, kitob o'qimaslik meni bearam qiladi. Kishilar qilayotgan ishlarimizdan vaqt chiqarsaqla kitob o'qiymiz deyishadi. Biroq men kitob o'qishdan vaqt chiqarib boshqa ishlarni qildim. Balliq davrida muhabbatga to'liq qanmagan har qanday kishi cho'ng bo'lganda ma'lum narsaga xumor bo'ladi va shu narsalardan o'zi mahrum qolgan muhabbatni izlaydi. Bu xil muhabbatni men kitobdan izladim. Necha yillardan beri kitob bilan birga cho'ng bo'layapman. Mushuklar kuylash mazgilida g'alati ovozlarni chiqargandimi, men yanada kitob ko'rayotgan bo'laman. Bizning mahalladagi necha yuz oilani bir-biriga tutashtirib turadigan turbalarda keraksiz sular bir taraf qilinayotgan vaqtlardami kitob ko'rayotgan bo'laman. Biz osmonga qarsaqla ko'gili bo'ladigan sonsiz yulduzlar asli bakra ko'rishga tegishli bo'shliqda to'xtovsiz harakat qilayotgandimi kitob ko'rayotgan bo'laman. Qizil ravaqtdagi cho'sh nomli kitobdan qolsa, ko'p o'qiydigan kitobim 3 podshohlik haqida qissa. Bu kitobni qancha qitim qayta o'qiganim yodimda yo'q. Bir qitimliq korxonchilarga so'zlagan leksiyada to'satdan uningdan uzindilarni olganligim esimda. Chunki korxona boshqarish bilan davlat boshqarish o'xshashib ketadi. Korxonalar o'tirsidagi raqobat bo'lsa, dal 3 podshohlik o'tirsidagi raqobatga o'xshaydi. Bugun muallim kelmadi. Shu sababli o'qirmanlarim orasidagi korxonchilarga 3 podshohlik haqida qissa, Sunzining harbiy ishlar dasturi va to'ynizm qasidalari qatorliq kitoblardagi yodimga kelgan o'zindilarni deb berishni to'g'ri topdim. Sunzi fuqarolarning maqsadi rahbar bilan o'xshash bo'lganda, ular hayot mamatni birga tura oladi. Kunzi Planning 1 yillik bo'lsa shol terilin. 10 yillik bo'lsa daraxt. 100 yillik bo'lsa balani tarbiyala. Korxonaning istiqboli tarbiyalashdi. Jalin aqlgili taynivilish isyonkorlikni keltirib chiqaradi. Odimiylikli taynivilish ojizlishni keltirib chiqaradi.
natijaga tayinilish hamoqatlikka boshlaydi. Jasoratga tayinganda zo'ravonlik paydo bo'ladi. Buyruqdagi ziyodiy kaskinlik shafqatsizlikni paydo qiladi. Yaxshi bir rahbarda bu 5 xarakterning hammasi muvofiq bo'lishi kerak. Do'yo askarlar kunda mashq qilmasa yoki o'rganmasa, jang qilganda qo'rqinchoq va ikkilanadigan bo'lib qoladi. General kunda mashq qilmasa, moslashamas bo'lib qoladi. Meyyovchin birov mukofotlashga loyiq bo'lsa, uning o'sh bo'lsangmi mukofotla. Jazoga loyiq bo'lsa, tuqquningni jazola. Vangshi kuchlik vaqtingda ojiz, batur vaqtingda qo'rqinchoq, tartiblik vaqtingda qalaymaqon, liq vaqtingda quruq, dana vaqtingda ahmaq, olg'a ilgarilayotganda chekingandek, ko'p vaqtingda oz, tez vaqtingda asta, olganda bagandek, bir joydagi vaqtingda yana bir joyda ko'rinishni bil. Jalin ojiz kuchlikni kontrol qilish uchun saqlamoq lozim. Vangshi birovni ojizlashtirmoqchi bo'lsang, uni o'zining sendan kuchlik ekanligiga ishondir. Sav-sav eng yaxshi harakat hech kim o'ylamagan yerdan chiqish. Sunzi urushda qurol ishlatishning foydasiz tarafini to'nib yetmagan general qurol ishlatishning foydali tarafini bilmaydi. Sav-sav qurol saymonni o'yingdan ol, yemaklikni bağan yeringdan top. Xo'yanshi puxra bo'lsa davlatning asosi, yemaklik bo'lsa odamning jini. Rahbar bo'lguchi buningga hurmat qilmoq lozim. Meyyovchin hamma odamni mukofotlash mukofotlamaganga barobar. Sunzi raqibing bilan kuching tang bo'lsa, ko'zing yetsa ilish, yetmisi saqla. Agar uningdan ojiz bo'lsang, amal bor qoch. Lekin kuchlikmi bo'lamagan, ojizmi bo'lamagan odam cho'qim qutturdi. Sunzi qachon qanday vaqtda jang qilish va qanday vaqtda jang qilmaslikni bilgan kishi yengdi. Qanday vaqtda oz askar va qanday vaqtda ko'p askar ishlatishni bilgan kishi yengdi. Do'yo g'alaba bo'lsa son masalasi emas, balki moslashish masalasi. Jogalyang o'zginimi bilgan odam 100 jangning hammasini yengdi. O'zini bilib, o'zgini bilmagan odam ba'zida yengdi, ba'zida yengildi. O'zginimi bilmagan odam 100 jangning hammasida uttirdi. Xo'yanshi g'alaba qilishda bo'lsa, raqibingning ojiz bo'lishiga emas, balki o'zining kuchlik bo'lishiga tayinasan. Bo'ronning chiqmasligiga emas, balki yelkanlaringning mazmut bo'lishiga tayinasan. Boshqalarning hujum qilmasligini tilashga emas, taqobil turish iqtidoringni o'stirishga tayinasan. Sunzi yo'pirmoqni ko'tarish uchun jiq kuch ketmaydi. Quyosh bilan oyni ko'rish uchun ko'zning o'tkir bo'lishi, chaqmoqlarni anglash uchun quloqning sezgir bo'lishi hojat emas. Dono rahbar bo'lsa, boshqalar ko'taranmaydiganni ko'taralaydigan, ko'ranmaganni ko'ralaydigan va anglayolmaydiganni anglayalaydigan bo'lish lozim. Domo tog'dan do'milab tushgan toshda g'oyat zo'r kuch bo'ladi. Biroq bu kuch toshning o'zidan emas, balki tog'ning yonto'lig'idan kelgan. Ojiz kuchlikka tayansa kuchiydi. Sunzi jang maydoniga kim avval berib raqibini saqlasa, uningga o'ng'ay bo'ladi. Do'yo to'shikka bir mushukni qo'yib qo'ysa, ming chashqan chiqishga jur'at qilolmaydi. Jilg'iga bir yo'lvasni qo'yib qo'ysa, ming kiyik o'tolmaydi. Lekin kimning g'alaba qilganini hamma odam biladi. Biroq qanday g'alaba qilganini hech kim bilmaydi. Boshqalarning g'alaba strategiyasini hargiz to'g'rima. Burun bir kichik savdogar bo'lib, ma'lum bir tog'ning orqasida yashaydigan bir to'p kishilarning
azaldan say ko'ktatlarni ko'rib boqmaganligini anglabdi. Hamda bu ishning rost ekanligini bilish uchun u yerga ikkisi va samsaq opiribdi. Azaldan samsaq ko'rib boqmagan bu kishilar intayin hayajonlanganlikdan bu savdogarga bir sevat oltin berib yo'lga sapdi. Bu savdogar yurtga qaytgandan keyin uning samsaq setib boy bo'lib ketganligini hamma kishi anglabdi. Uning tuyuqsiz boy bo'lganiga intayin hasad qilgan qo'shnisi u samsaq opirib boy bo'lgan ekan. Men piyoz opirib satsam, texmi boy bo'lib ketaman deb o'ylab, ikki sevat piyoz bilan heliqi yurtga qarab yo'lga chiqibdi. Piyozni ko'rib texmi hayajonlangan u kishilar bu savdogarga nima bilan javob qaytarish to'g'risida o'ylanibdi va oxirda oldin qitim samsaq akagan savdogarga oltin bilan javob qaytargan edi. Uning deyishicha, piyoz bo'lsa samsaqdanmi qimmatli ekan. Oltin bersak bo'lmag'idek. Hozir bizda oltindan qimmatli birdan bir narsa samsaq. So'ng uniga samsaq berayli degan xulosaga kelibdi-da, piyoz akalgan savdogarga bir sevat samsaq berib yo'lga sapdi. Sunzi, yerdan foydalanay desang, yerlikni izla. Sunzi, so'zlarni hamma odamga anglatqili bo'lmaganda dumboqlar kashf qilindi. Ishoratlarni ko'rsatkili bo'lmaganda bayroq kashf qilindi. Kishilarni faqat qoida tuzum bir yerga jam qiladi. Korxonaning taraqqiyoti qoida tuzumda. Sunzi, tartib orqali tartibsizlikka, jimjitlik orqali shavqinga, eg'irlik bilan yenikka taqobil tursan. Domo askarlaringning yemakligini yavanma. Agar uyga qaytaman desa, irodasiga qarshi chiqma. Qaytib kelsa, quchoqni och. Jalin elchining mijozning o'sallashganligi bo'lsa, ularning qo'shinining charchaganligidan derak berdi. Korxonchining passiv kayfiyati korxonni gumron qiladi. Sunzi, reshta o'rnatmay turib askarlarni jazolasang, ular qarshi chiqadi. Reshta o'rnatib bo'lgandan keyin jazolamasang, ularni boshqarolmaysan. Meyyovchin askarlarni jang qilish uchun yolla. Strategiyani dema. G'albidan keyingi foydani ta'kidla. Yoshirin ziyonni ulardan pinhon tut. Sav-sav qo'shinni hissiyotingga tayinib ishlatma. Etizdagi tosh. Bu vaqa G'ulja Chapchan noyisida yuz berdi. U Atiyaz faslining ma'lum bir kuni bo'lib, olmaliq baqqa bordik. Olma ko'chatlarining orlig'iga Malina ko'chida tikilgan bu bog' to'limi go'zal va ratlik edi. Bog'ning egisi bu bog'dan mundaqcha qilib aytganda, o'zining mushundaq bir beg'i bo'lganligidan faxrlangan holda, yangi ag'dirilgan etizdagi toshlarni pat-pat terib elib etdi. U tuyuqsizlar. To'g'ri demisi bo'lmaydi. Har yil etizni ag'dirganda chiqqan toshlarni pak-pakiz elib etaman. Biroq yanada yerni qayta ag'dirganda toshlar chiqib turdi. Bu toshlar zodi nerdan keldigandi? Deginicha qaqshab qo'ydi. Hayotimiz mana mushu bir parcha etizga o'xshaydi. Bu yil yer ag'dirganda toshlarni butunlay elib etgan taqdirdami, kelar yil yanada toshlar chiqib turdi. Bu toshlardan qaqshash to'limi o'rinsiz hisoblandi. Psixologiyada Festinger effekti deb ataladigan bir qonuniyat bo'lib, hayotimizning 10% bo'lsa, hayotimizda tuyuqsiz yuz bergan ishlardan. Qolgan 90% bo'lsa, o'sha 10% ishga qaytargan inkas va tutgan muomala tufayli kelib chiqadigan natijadan tuziladi. Mundaqcha qilib aytganda, hayotimizdagi 10% ish bizning kontrolligimizda bo'lmasa-mu, qolgan 90%ni tamamen kontrol qila olamiz. Tövendeki misalni ko'rib baqaylik. Akram atiganda o'rnidan turib yuzini yuydigan vaqtda o'zining qimmatbaho soyidini jumakning yoniga qo'yib qo'ydi. Soatga suv kirib ketishdan ansirgan ayoli soatni tomoq ustulning ustiga yo'tkab qo'ydi. Nashta qilish uchun ustalning yoniga kelgan o'g'li ehtiyotsizlikdan soatni yerga tushirib chiqib qo'ydi.
O'zining yaxshi ko'radigan, qimmatbaho soatining buzilganligini ko'rgan Akram shu achchig'ida o'g'lining beshiga birini urdi. Arqadilla ayolni qattiq ayblab ketdi. Ayoli bu ayblashga qoyil bo'lmay, soatga suv kirib ketmasin deb shunday qilganligini aytib, yig'lab ketdi. Akram shu achchig'ida nashtanimi qilmay xizmatga berish uchun uydan chiqib ketdi. İdarasiga oz qolganda hujjat sumkasini uyda unutib qolganligi yodiga keldi-da, uyga darhol qaytib keldi. O'zining oshquchining hujjat sumkasida qolganligini esiga olgan Akram ayoliga telefon urib, oshquchini akilib berishni aytdi. Aldirash uyga qaytayotganda ayoli yo'ldagi meva sotquchining harvasini o'rib-etdi. Savdogar barliq mevalarning pulini to'latdi. Hujjat sumkasini elib idoraga borganda Akram allaburun yarim soat kechikkan edi. Shu sababli boshliqdan bir munch tanqid angladi va xizmat jarayonida kichkina ish tufayli xizmatdoshi bilan qattiq urushib qoldi. Oqibatda 1 yillik mukofot puli tutildi. Ayolimi kechikib qolganlikdan oylik maoshi yo'q bo'ldi. Asli al-yul a'lo bo'lish mumkinchiligi bo'lgan o'g'li dadasidan yegan tayoq tufayli diqqatini yig'olmay imtihondan o'tolmadi. Mana bu misolda soatning chiqilishi butun hikoyaning 10% ni tashkil qilsa, qolib qolgan bir qator ishlar 90% ni tashkil qiladi. Soat chiqildi. Buningga amal yo'q. Biroq keyingi ishlarga tamoman amal bor. Agar Akram o'g'liga hech qisi yo'q o'g'lim, soatni o'ngshasaq bo'ladi degan bo'lsa edi, o'g'lining kayfiyatimi, ayolning kayfiyatimi, eng muhimi o'zining kayfiyatimi yaxshi bo'ladi. Muallim keldi. Burunning burnusida bir podshoh bo'lib, bir kuni o'rdidan sirtga chiqqanda putiga bir ushliq tosh petib ketib, qattiq og'riq his qilibdi. Mush achchig'ida farmon tushirib, barliq kalalarni o'ltirib, terisini mamlakatning hamma yeriga yotqizib yetishni buyuribdi. Farmon bo'yicha kalalar so'ylishga boshlabdi. Bu xabarni anglagan bir darvish qattiq kulgan holda, bu podshoh dunyodagi eng ahmaq kishi ekan debdi. Uning bu gapi eg'izdan eg'iz ko'chib, podshohning quliqiga yetib beribdi. Darg'azabga to'lgan podshoh darhol darvishni o'rdiga yolab kelib, kallasini olmoqchi bo'libdi. Darvish intayin tamkin holda: "Oliylari, kallamni olsangiz eling, biroq avval gapimni qilishga ruxsat bering" debdi. Podshoh uningga: "Qani ayt, sen nimaga asosan meni dunyodagi eng ahmaq kishi deding?" debdi. Darvish javoban: "Men shuni tushunmadim oliylari. Siz butun mamlakatga necha minglagan kala terisi yotqizishning o'rniga putingizga bir tal kala terisini o'rib olsangiz bo'lmamdi?" debdi. Aytishlar qaraganda bu dal xurum oyog'ining kashf bo'lish tarixi ekan. Anglayli, hech qanday narsa moyatda yaxshi-yomon yoki foydali ziyonliq deb ayrilmaydi. Uni yaxshi yoki yomon qilib qo'ydig'ini dal sen o'zing. Mundaqcha qilib aytganda, sening muomalang va hukming. Sen foydasiz deb qaragan nurg'un sharoitlar boshqalar uchun tuman minglagan foyda yaratadi. Har qanday sen nachar deb qaragan sharoitmi sen uchun foydali bo'lib chiqadi. Avi o'simlikka tayinib jon kechirayotgan ko'k pitga qara. U o'simlik suv sizinib, qurib ketishga tamshilgan edi, ko'k pitga qanot chiqdi. Dunyodan foydasiz odamni topa olishing mumkin, biroq foydasiz sharoitni mangu topa olmaysan. Agar birov seni ittirib yor leviga akilib qo'ygan bo'lsa, yana umid bor bo'l. Balkim senga bu ish qanot ato qilish mumkin. Faqat va faqat sening ishlarga, narsalarga va odamlarga tutgan hukming ularning xarakterini belgilab qo'ydi. Foydali degan rost chiqadi. Foydasiz degan yana rost chiqadi. Tangining rostilla 2 yuzi bor deb qaramsan, ahmaq bo'lma. Tangining bir yuzi bor. Oshi bir yuzi 2 bo'lib ko'rinadi. Sükut va so'z. 1825-yili Yangi Sezar Nikolay I Rossiya podshohlik taxtiga o'ltirdi.
Yevropa taraqqiyotiga yetishib, davlatni zamonaviylashtirishni talab qilgan bir turkum kishilar Nikolayga qarshilik bildirdi. Ularga saboq berib qo'yish uchun to'polonchilarning rahbarlarining biri bo'lgan Raylovga o'lim jazosi berildi. Jazo ijro qilingan kuni Raylov darg'a esish maydoniga yalab kelindi. Arg'amchi bo'yniga silindi. O'rindiq ishtirildi. Biroq u sangilab pastga tushgan paytda bo'yniga silingan arg'amchi uzilib ketdi-da, Raylov oyat qoldi. Natijada o'lim jazosi berish utuqliq bo'lmadi. Ayni davrda bu xil ishlar Tangrining irodasi deb qaralib, jazolanguvchi jazodan bekor qilinadi. Halbuki Raylov o'rnidan turgandan keyin o'zini tutib ololmay ko'pchilikka qarab: "Qaranglar, bu davlat hozir hech qanday narsani qamlashtirolmaydi. Hatto arg'amchini qanday bog'lashni bilmaydi" deb to'ladi. Xabarchidan arg'amchining uzilib ketganligini anglagan Nikolay bu ishni Tangrining irodasi deb qarab, amalsiz holda Raylovni jazodan kechirim qilish buyrug'ini yozdi. Orqadilla Nikolay xabarchidan arg'amchi uzilganda Raylovning nimalarni deganligini so'radi. Xabarchi uningga: "Olilari, Raylov Rossiya arg'amchini qamlashtirib asanmaydi" dedi, deb javob berdi. Buni anglagan Nikolay: "Undaq bo'lsa uningga yaxshiroq arg'amchi tayyorlab, uning bu ko'z qarashining xatoligini isbotlab qo'yinglar", dedi-da kechirim xatini yirtib tashladi. Ats Raylov darg'a qayta esildi. Bu qitim arg'amchi uzilmadi. Xuddi Raylovga o'xshash zo'rur bo'lmagan, ortiq qilishga tegishlik bo'lmagan gaplarni qilish go'daklikning belgisi. Milodidan burungi 3-asrda yashab o'tgan Jungo faylasufi Xanfezi qo'l ostingdagi odamlardan burun og'zingni va tishlaringni midirlatma yoki so'zlama. Qancha uzun sukut qilsang, boshqalar shuncha tez eg'iz ochadi. Ular so'zlashni boshlaganda maqsadlarini oshkorlaydi deb yozgan. Sukut qilishni bilish bir xil go'zal fazilat bo'lib qolmasdan, yana pishib yetilganlikning belgisi. Zin ustozi 17 yil gap qilmagandan keyin bir kuni tuyuqsiz so'zladi. Shogirdi uningdan nemishqa 17 yil gap qilmaganligini so'raganda, ustozi uningga: "Chunki men gap qilish uchun avval gap qilmaslikni o'rgandim" deb javob berdi. Muallim keldi. Angla eling, eg'izdan chiqqan so'zni qaytirib olg'ili bo'lmaydi. Har bir eg'iz gapni eg'izdan chiqishdan burun sen boshqursan. Eg'izingdan chiqib bo'lgandan keyin u gap seni boshquradi. O'zing qilgan so'zlarning mas'uliyatidan qochib qutula olmaysan. Bozordan bir o'rdak ol. Ondan uyga kelguncha uning paylarini bir-birlab yungdab tashla. Uyga kirgandan keyin bir talmo pey qolmagan bu o'rdakni uyga qo'yib, uning paylarini yig'ib kel. Albatta mangu yig'ib bo'la olmaysan. Ortiq qilingan gap so'zlar mushu o'rdak paylarining misoli. Ba'zi so'zlarni qilish orqali ko'nglingni kichkina xo'sh qila olgan bilan nurg'un kishilarning ko'nglini og'ritsan. Ko'ngli og'irgan bu kishilar hamon sendan o'ch oladi. Ahmaq anglash qaraganda so'zlashga oshiq. Dana so'zlash qaraganda anglashga oshiq. Qara. Abu Muli qululusi qisquch paqi bilan paranglashib etib, og'zini bakcho'ng ichib tashladi. Fursatdan foydalangan qisquch paqa bir tal tashni uning og'zi silib qo'ydi. Og'zini qayta yumishga iloji bo'lmagan qulula amal yo'q qisquch paqining mazzilik tamuqiga aylanib qoldi. Boshqalarning oldida cho'ng so'zlash, ko'p so'zlash, ortiq so'zlash va bilmay so'zlash xuddi qululiga o'xshash seni ularning o'ldisiga aylantirib qo'ydi. Avval harakating, ondan natijang so'zilsin. U vaqtda pichirlasangmi, dunyo anglaydi. Ras və yalğan. Başqalardan daim səmimiyət kütüş, köpüncə əhvalda bizni ümidsizlikə və işpuşqığa məhkum qıldı. Bütünlәй səmimi kişilər intayın az buludu. Bəzi kişilərinin bizga rast gap qilib, ancha-muncha səmimiyətini ifadəlişimi, bizning sirlərimizni bilish və ishonchimizga erishish uchun bo'ladi.
az to'la rost gap qilish orqali ular bizga qalbini ochib pakat qiyofatga kirganda biz qalbimizni butunlay ochib beramiz. Demak, bu xil ma'lum mudda maqsadga ega samimiyatmi bir xil samimiyatsizlikdir. Odamlar qalb dunyosiga o'zining ojizligini, maqsadini va doimiy xiyollarini yoshirib qo'yib, boshqalarga oshkorlamaydi. Ko'nglida o'ylagan xiyol va maqsadlari bilan og'zi degan gap so'zlari aksicha bo'ladi. O'zidan 3 yosh kichik inisiga shunday o'sh bo'lib ketgan bu bolaning tuyuqsiz onasiga "Men ukamga bek amroq" deyishi nimani tushuntirib berdi? Shu sababli kishilarning nima deganiga qaraganda, nimishqa shunday deganini bilish texmi muhim bo'ladi. Undaqda kishilarning ko'nglidagi asli maqsadini qanday bilamiz? Muallim keldi. O'tmishda padişahlar vaziyatni jasuslar bilan kuratdi. Qog'lar dunyoni puroq bilan ko'rdi. Shaparang uchun uning ko'zi quloqdir. Odat kishilar dunyoni ikki ko'zi bilan ko'rdi. Biroq sen 3-chi ko'zingni ishlatishni bilishing kerak. Sening 3-chi ko'zing dal odamning asli mohiyatiga bo'lgan tushunchang tarafidan shakllandi. Eg'iz yolg'on so'zlagan bilan ko'z, qo'l, put va tiniqlar eg'izning yolg'onchiligiga satqinlik qilib qo'ydi. Agar ularni ko'zishni bilsang, kishilarning sana ko'rishni xohlamagan taraflarini ko'ra olaysan. Agar birovning yolg'on gap qilayotganligidan gumonlansang, uning har bir eg'iz gapiga butunlay ishongan qiyofatda ko'ziga tikilib qara. U seni gapim ishondi deb o'ylaganda, shundaqla seni ahmaq qilaligini ishongan aman o'zining ahmaq holatini va yolg'onchiligini oshkorlab qo'ydi. Birovning rost gap qilayotganligini bilding, biroq ma'lum narsani yushirib demayotganligini sezgan vaqtingda uning rost gaplariga ishonmayotganligini ifodala. Natijada u o'zini bilmagan holda hikoyani to'liq bayon qiladi. Chunki kishilar boshqalarning uning gapiga ishonishni to'limi orzu qiladi. Amaliyotda yolg'onchilar boshqalarning o'ziga yolg'on so'zlashiga eng chidab tura olmaydigan kishilardir. Shu ularning gapiga ozroq gumonlanib qo'ysang yoki yolg'on so'zlab qo'ysang, ular asli mohiyatini tezla oshkorlaydi. Boshqalarning rost gapiga erishishdagi yana bir unumli chora bo'lsa, qasddan ochiqni keltirish. Ochiq kelganini qilgan so'zlar umuman rost keladi. Yolg'onchilarning katibishi shogirdlariga mundoq uyutadi. Boshqalar butunlay ishonadigan yolg'on gapni qilish uchun ular ishonmaydigan rost gapni mangu qilmoq.